Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli kanalimiz tomoshabinlari, mana biz hozir zavoddamiz. Qibray tumanida gaz yo'q. Demak, ishlab chiqarish to'xtab qolmasligi uchun gazoviy parakatyolni o'rniga elektrichеский parakatyol o'rnatib berdik. Bu soatiga 100 kW tok yeyapti. Ishlab chiqaruvchiga qimmatroq aylanadi desa, yo'q. Hozir men ishlamasam 5-6 kunda undan qimmatga tushaman. Keyin gaz yo'q paytda alternativniy energiya bo'ladi dedi. Xo'sh, ish haqlari bilan hamma avtomatikalari bilan $4000 ga aylandi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, marhamat, biz yana yig'ib beramiz. Bu soatiga 100 kW tok sarflayapti. Buni hisoblab chiqardik. Avtomatikalari bilan. Ish haqlari bilan $4000 ketdi.